Assalomu alaykum aziz obunachilar. Charchamasdan ishlayapsizlarmi? Ro'zalar bilan, hammalarning ro'zalaring bilan. Ro'zalarda qiynalmay tutyapsizlarmi? Mana xudo xolasa bugun 27-fevral kuni video olinyapti. Xudo xolasa mana Pavloniya ishqibozlari uchun mana Pavloniyalarimizni bo'ylari, bu Pavloniyamizning sorti FT gibrid sorti, traynoy gibrid. Xudo xolasa shular sotuvda. Mana aziz obunachilar, bo'ylari 3 metr, 4 metrliklari ham bor. 1,5-2 metrliklari ham bor mana. Hammasi xudo xolasa a'lo darajada. Kimga kerak bo'lsa, obunachilar, Pavloniya daraxtini ko'chatlari kerak bo'lsa, sotuvda bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shu bo'ylari 3 metr, 4 metrliklarini bo'ylari 10 ming so'mdan optim narxi. Mana shu 1,5 mana shular mana taglari 1,5-2 metrliklarini bo'ylari 5 ming so'mdan. Mana 3 metr, 4 metrliklarini bo'ylari 10 ming so'mdan optim narxda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'chatlarimiz cheklangan, soni ko'p emas. Oshib ketsa 3 mingta, 4 mingta chiqadi. Mana taglarning yo'g'onliklari, bemalol mana bo'ylarini ko'raverasizlar. Bo'ylari 3 metr, 4 metr aynaqa. FT gibrid sortlari mana hammasi shunaqa bo'yda. Bo'ylari a'lo darajada. Taglari ham hammasi baquvvat. Bemalol telefon qilaveringlar. Kimga kerak bo'lsa, M1 sortlarimiz ham bor. Ularni ham hozir ko'rsatamiz mana. Bu FT gibrid sorti, traynoy gibrid. Mana shularda bo'ylari 3 metr, 4 metrliklarda bo'ylari ular 10 ming so'mdan optim narx. Shoshilinglar, etkaylar. 15-20 martga qolmay, polni ko'chatlarimiz tugab ketgan. Endi mana xudo xolasa ko'chirishni boshlaymiz biz. Endi mana ishlarimiz yengillab, xudo xolasa sotuvga tayyor. Kimga zakaz qilsalaring ko'chirib beramiz. Ko'chatlarimiz bemalol chiqadi, xudo xolasa 3 mingta, 4 mingta. Taglari ham baquvvat, oraliqlari ham 50 sm ga ekilganlari bor. 30-40 ga ekilganlari ham bor, har xil. Bemalol murojaat qilaverasizlar. FT gibrid sorti, traynoy gibrid. Naryoqda M1 sortlarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Bemalol telefon nomerlarini qo'yamiz. Aksiya martni 15-gacha, 15-martgacha xudo xolasa aksiyaga qo'ydik. Shoshilinglar. Mana shunaqa 1,5-2 metrliklarini bo'ylari mana shunaqa. 1,5-2 metrliklarda bo'ylari mana. 1,5-2 metrliklarda bo'ylari 5 ming so'mdan. Aynaqa 3 metr, 4 metrliklarda bo'ylari mana bunaqa. 3-4 metrliklarda bo'ylari 10 ming so'mdan. Shoshilasizlar, ko'chatlarimiz cheklangan. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Hozir ko'chatlarimizni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Mana shular M1 sortlarimiz. Paftor kartoshkaning o'rniga kelgan. Bular 1,5-2 metr bo'lgan. Hammasi standart. Ko'chatlar ko'rishlaring mumkin. Bular hammasi tekis narxda 2 metr, 3 metrliklari ham bor. Bo'ylari ham o'sib ketgan. Hammasi paftorga kelgan. Bular tekis 5 ming so'mdan. Bunaqa o'ta kichkinalari orada chiqib qolgan, bunaqa kichkinalari qoladi. Ularni yana qayta ekamiz biz. Mana bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ularning 3 metr bo'lganlari ham bor. Ularni mana shu bir chekkadan 5 ming so'mdan shunday ko'chirib beraveramiz. Bu yerda soni cheklangan. Bu yerda bir 3 mingtaga yaqin ko'chat bor. Narada ko'chaga kelganlari bilan 4 mingta. Jami yabi 10 yillarga ekilgan jicha. Ana shular bilan 5-6 mingta chiqadi, xudo xolasa. Bemalol telefon qilaverasizlar mana. Ko'chatlarimiz taglari yo'g'on bo'lib ketgan bularni ham 5 ming so'mdan aksiya. Bonus deydi. Shoshilinglar. 15-martgacha aksiyamiz davom etadi, aka-ukalar. Manzilimiz Sirdaryo, Oqoltin. Mashamaydan 3-4 kilometrdan keyin mayda katta trassa bor, katta kanalda bo'yida. Shundan bir 3-4 kilometrdan keyin betonga katta ipak yo'li bor. Naryoqdan kelishda Manas posti, keyin 17 Oqoltin post. Shu buyog'i Qozog'istonda uzilib ketgan joy yo'lidamiz. Shu betonkadan 3 kilometr ichkarida. Oqoltin 17 post deydi, ana shu yerda manzilimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'chatlarni mana endi xudo xolasa mana kartoshkalarni ekib olib,
Endi xudo xohlasa ko'chiramiz. Sveji ko'chatlar. Hammasi. Sразу ko'chiramiz. Zakazga qarab zakaz olaveramiz. Aziz obunachilar, bemalol telefon qilib olasizlar. Naryoqda ko'chatlarni ko'rsataman hozir xudo xohlasa. Bemalol telefon qilib olinglar. Bu yerda M1 sorti Paftor. Naryoq ko'cha tomondagilar FT gibrid, Trayno gibrid. Bu yerda ham mana ozroq ko'chatimiz bor. Bu yerda ko'p emas, 300 ta 400 ta chiqadigan ko'chat bor. Bularga ham narxi shu aytganda 5000 so'mdan. Shunday ko'chiramiz mana. Hali hech qaysi ko'chirilgani yo'q. Endi mana vaqtimiz bo'ldi. Xudo xolasa sirasi sotuvga qo'ydik. Mana kattalari mana FT sortining kattalari. FT gibrid sortining kesilgandan keyingi holatlari mana. 7 metr 8 metr o'sgan mana. Bo'ylari. Nargilar mana kattalari mana. O'sha buyum bo'lib qo'ygan. Xolasa. Mana shular kesilgandan keyingi holatlari. Taglari mana taglari katta o'sha. Ichkari kannaydi bo'lib qo'ygan. Mana bular katta bular. Bular 200 litr badaqa bo'lib qo'ygan. Mana tepa tomonlar. Shoxlar o'zi deyil xudo xolasa gullashga keldi. 3-yildan gullaydi. Mana biz Abdurahmon jiyanimiz ham tushib qo'yapti videoga. Abdurahmon. Mana xudo xolasa gullashga keldi. Akalar ekib qo'yinglar joylaring bo'lsa, mana material bo'lib qoladi. Mana xudo xolasa taglari qanday bo'lgan. Bu yil 2-yil mana shular. Kesilgandan keyin 2-yil mana. Shu buyum bo'lib qo'ygan. Bular buyum o'zi katta shoxlab. Xudo xolasa. Ayva. Abdulloh. Ayva. Mana shu bog' tomonimizda ham 2000 ta, 1,5 ming ta, 2000 ta ko'chatimiz ham bor. Bu yoqlarda bo'ylari ham yaxshigina bo'lib qolgan. Hammasini bo'yi zo'r. Mana shular ham polni aksiyada, akalar. Aytdim, mana shu 1,5-2 metrliklari 5000 so'mdan kattalari 10 minggacha. Ko'proq optim oladigan narxda bo'lsa, 3000 ta, 4000 ta oladigan odamlar bo'lsa, 8000 ham qilib beraveramiz. Bizga dehqonchilik. Optim narxda. Keyin ko'pchilik mana shu tomirlarini, taglarini kesib oladi, biz tomirlarni kesmaymiz, shuni ko'ylab beramiz. Manzaraga, boshqaga aytsalaring bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Mana shu yerda ham 1,5-2 ming ta ko'chatimiz bor. Bular bo'yi ancha dadil. Bular Trayno gibrid. FT gibrid sorti emas. Naradagilar M1 sorti edi hammasi. Mana bodomlar ham gulladi xudo xolasa. Bahor keldi deydi-ku. Shoshilinglar. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qo'rasizlar aka-ukalar. Bemalol mana telefon qilib olaverasizlar mana. Shuncha ko'chat bor. 5000 ta zakonni xudo xolasa ko'chat chiqarib beraveramiz aka-ukalar. Bog'ning ichiga ham oldin bog' bo'lgan. Bog'ning ichiga ham ekkamiz o'tgan yil. FT gibrid, Traynoy. Taglari ham baqvat. Bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Mana pavlinalarimiz kattalari. Mana ular kesilgandan keyingi holatlari mana. Aytgayli. Shiddatasini kesib o'rdik. Ajlardan keyin qanday o'sgan mana. FT gibrid sortlari 7-8 metr o'sgan bo'yi. Qanotlaydi. Yana ham hali odamlarga o'xshab o'tirib olib bo'lganim yo'q. Taglari bemalol katta qo'ygan. Taglarni ko'ringlar mana. Material bo'lib qo'ygan pashti. Mana hozir belgilaydi hammasi. Yo'lga tayyorgarlik ko'ryapti. Inshaalloh. Bo'ylari akalar, mana. O'zlaringiz hisob kitob qilaverasizlar. 7-8 metr normalniy bo'y bergan. FTK sortlari bular. Mana bunimiz Shanton mana bunimiz. Shanton. Tepasi mana Shanton. Mana bularimiz FT. Gibrid sort aralashib kelgan mana. FT sorti mana. Qancha ko'rsatdi bu yil?
Ular ham Shangton sorti mana. Ular ham ko'rsatdim. Ular keyingisi FTG sortlari mana. O'zi jicha nima bo'ldi? Bu yil 3-yilda. Xudo xolasa bu yil gulini ko'rsatadi bular. Bu yil kuzgacha bular pon 3 yillik bo'ladi. Tagi stega deb qo'ygan. Xudo xolasa. Bunga endi ahamiyat bermaysizlar, bu eshak kamirib qo'ygan. Eshak, echkilarni ehtiyot bo'lasizlar. Kamirib qo'yadi. Lekin bu ham ancha o'sgan. 6-7 metr o'sgan bu ham. Traynoy gibrid. Polonia daraxti. Xudo xolasa ular 3 yil 4 yilda zo'r material bo'ladi, xudo xolasa ular. Shoshilamiz akalar. Mana shu ko'chatlarimiz, mana M1 ko'chatlari, xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Ular aytdimmi, Pavtoriya kelgan hammasi 5000 so'mdan. Aksiya 5000 so'mdan. Nargilarimiz ham 5000 so'mdan. Aksiya bonus. Shoshilinglar. Ko'pmas ko'chat. 5-6 mingta chiqadi, rosa chiqsa mana. Ashlar ham 5000 so'mdan hammasi. Standart. 1,5-2 metr, 3 metrgacha bo'lgan ko'chatlar. Hammasi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ukalar. Kimga Polonia daraxtini ko'chatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'ringlar. Mana shular FTG sortlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz obunachilarim, aziz yurtdoshlar. Hammaning ro'zalaring kelyapti, hayit ayyomlaring bilan charchamanglar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kimga Polonia daraxtini ko'chat kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Svej ko'chirib beraveramiz. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz kelishilgan holda aytgan yerga chiqaramiz. Faqat borgan shofyorlarning yo'l kirasini to'lab olib qolaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar.